qiladida ishga tiklanadi, ishdagi asoslar bo'shatiladi, keyin ishga tiklanadi, sudning qarori chiqadi. Keyin o'sha joyiga qaytib bora olmayveradi. Yillab shunaqa holatlar bo'ladi. Mana shu paytda sudning qarorlari o'zi hamma vazirliklarga, butun hammaga kuchi qonuniy hisoblanadi, majburiy hisoblanadi. Nimaga shu narsalarni mana bu haligi bizda mana bu shtraflarda mana yonib turadi-ku, qizil 15 kun, 14 kun deb. Nimaga shu sudniki shunaqa bir nazoratli, bir tizimli, nazoratli nimalarga saytlarda e'lon qilinmaydimi, nazoratga olinmaydimi? Agar shu sudning qarori bajarilmayotgan bo'lsa, endi qo'shimcha choralar bo'yicha qandaydir islohotlar qilinmaydimi? Masalan, ko'pincha mana bir bundan qo'shimcha aytaman, yana mana kadastr agentligi tomonidan noqonuniy qurilmalar buzilishi haqida qaror chiqadi. Qarori chiqib, buzib holatga keltirdi. Shu bilan yo'q o'sha izi buzilmaydi ham, yo'q bo'lib ketadi-da. Mana shu narsalarni kontrolkaga qo'yadigan bir tizim ishlab chiqish kerak degan fikrdaman. Juda to'g'ri fikr. Men shu savolingizga hozir javob berishdan oldin bir narsani hali ham aytmoqchi edim. Mana hozir endi esimga tushdi. Demoqchi bo'lgan narsam esimga tushgani. Hozir mana mehnat qonunchiligi ko'pda tiklanmoqda deyiz-ku. Ahamiyat bering, sudga murojaat qiluvchilar odam soni oshdi. Ya'ni sudda ko'rilayotgan ishlarning ham soni oshyapti. Ayniqsa mana fuqarolik ishlari, hozir jinoyatchilik, tadbirkorlar bilan tadbirkor iqtisodiyda ham bor. Nimaga oshyapti sud? Odamlar sudga ishonmasa oshadi. Odamlar o'zini masalasini nima deydi, sivilizatsiyani hal qilishga o'rgandi. Mablag' urishga mana bu o'yinni ustidan suv qoshib bordi. Mablag' urishib yurmayman. Rasmga olaman, akt qilaman, jeki chaqiraman, borib sudga beraman, marhamat sud to'lattirsin. Ya'ni odamlarning huquqiy madaniyati oshyapti va sudga murojaat, sudga o'sha arizalar ham ko'proq bo'lyapti. Fuqarolik o'sha ishga tiklash arizalari ham endi shularning ichida bir narsa. To'g'ri, sizni siz ko'targan muammo juda to'g'ri. Sud qarorini hamma ijro bajarishi shart. Bu qonunda belgilangan narsa. Endi bitta narsa, asosiy sud qarorlarini asosiy toifasini ijro qiluvchi organ kim? Majburiy ijro byurosi. Ya'ni qonunda sud o'zini qarorini ijro qilmaydi. Buni ham bilasiz. Aksariyat aksariyat qarorlarni ijro qilish kerak. Ya'ni endi undirish bo'ladimi? Shu ishga tiklash masalasi ham mendan adashmasam, nimasiga kiradi. Men misol uchun bu savolga javob bermasligim mumkin. Sababi chunki bu narsa o'zi aslida sudda vakolatiga kirmaydi. Lekin muammo bor. Siz aytayotgan narsa bu fikr adashmasam shu qanaqadir adashmasam shu ma'muriy sudlovdanmi choralar masalasi ko'rib chiqilyapti. Chunki siz aytgan narsa ma'muriy sudlovda ham bor. Sud qarorini chiqaradi. Ya'ni u ma'muriy sudlovda kimga? Hokimiyatga nisbatan va boshqaga uni ijro qilish kerak. Uni kimdir nazorat qilish kerak. To'g'ri bu masala. Shu masala hozir ayni paytda ko'tarilyapti. Qaysi qonun loyihalari ishlab chiqilyapti, hali tayyor emas, lekin shu masala ko'tarilyapti. Endi ishga tiklash va fuqarolar bilan bog'liq masalalar bu mutlaqo majburiy ijro byurosi masalasi. Sud qarorlarini ijro etish. Buning uchun mana bularni alohida qonun, alohida yuklatilgan, faqat va faqatgina ijro qilish. O'zingizga shtraf to'lamasangiz mib keladimi? Yoki misol uchun boshqa keladimi? Xuddi shu narsani mib amalga oshirishi kerak. Bu qonunda belgilangan. Buni isbotlash kerak emas. Bu o'sha ijrosini sudda qarorini ijroga, har bitta sud qarori hammasi ijroga qaratiladi. Uni qilish kerak. Lekin bu muammo bor. Haqiqatan bor. Chunki ayrim mana toifadagi o'sha ma'muriy sudlovda aytganimdek sud qarorini ijro qilish emas, o'sha vakolatli organ zimmasiga yuklatiladi. Mana hokimiyat chiqaradi, misol uchun haqiqiy emas deb topishuvni qarorini qayta beradi. O'shanda shu muammolar bor, lekin bu masala
e'tibor qaratildi shu narsaga. Bu nima masala yuzasidan ishlar amalga oshirilyapti, loyihalar tayyorlayapti, men bilishimcha. Yana bitta savol. Assalomu